Bir ayolning ikki farzandi bor ekan. Biri kitobdan boshini ko'tarmagan, biri esa telefondan. Hozirgi sahna ko'rinishi haqida qarab boshlaymiz. Asal qizim, sen qanday kitob o'qiyapsan? Men Muhammad Yusufning kitobini o'qiyapman. Shu kitobdan menga bir parcha she'r o'qib bersang. Xo'p. Qizg'aldog'im qildir bo'lak koshonang yo'q. Kokil yoysang yerdan bo'lak toshonang yo'q. O'ksib dilginangda o'zim borib, peshonangdan o'pay desam peshonang yo'q. Rahmat qizim, juda ham chiroyli o'qiding. Ana singling bo'lsa faqat telefon o'ynaydi. Hech qachon kitob o'qimaydi. Borib, mayli sen ovqatlanib ol. Xo'p, oyijon. Qizalog'im, telefonni qo'yib ovqatlanib olgin. Hozir, oyijon. Telefon ko'p o'ynama, ko'zlaring og'rib qolishi mumkin. Oyijon, ozgina qoldi, o'ynab olay yutishimga. Keyin ovqatlanib olgin. Oyijon, ko'zlarim juda qattiq og'riyapti. Yur, men seni bir doktorga olib borib kelay. Assalomu alaykum. Mening qizlarimning ko'zlari juda ham qattiq og'riyapti. Ko'rib qo'ysangiz. Mayli, ko'rib qo'y. Ko'p telefon o'ynaydimi bu? Ha, juda ham ko'p telefon o'ynaydi. Men sizga dorilar yozib beraman. U dorilarni vaqtida ichsangiz yaxshi bo'ladi. Ko'p telefon o'ynamasin, ko'p televizor ko'rmasin. Xo'p bo'ladi, sizga rahmat. Qizalog'im, ana ko'rdingmi? Ko'p telefon o'ynaganing uchun ko'zlaring og'rib qoldi. Endi opangga o'xshab faqatgina kitob o'qigin. Xo'pmi sen? Bo'ladi, oyijon. Onalar ko'p dunyoda, men uchun siz bittasiz. O'zingizga o'xshagan men ham bo'ldim bir erkak qiz. Osmondagi oyim meni, yuragimga joyim meni, topilmas bebahoyim, oh mana onajonim. Rahmat.